Onaylayman mana. Akalar elektromobil haydaydiganlar ehtiyot bo'linglar. Mana o'zimni mashinam ko'chada turgan edi, yaxshi ham uy ichida emas. O'zidan o'zi soat kech bo'lganda tutab kech payt 2:30da hech narsa yonib ketdi. Mana urib hammaga. Elektromobil olmoqchi bo'lganlar yana o'ylab ko'ringlar, yana bir marta. Olish kerakmi bu mashinani, olish kerak emasmi? Urilmagan, hech narsa bo'lmagan, joyida turib yonib ketgan. Onaylayman mana. Ehtiyot bo'linglar, короче, elektromobil haydashda. Mashinani uyga qo'yishga ham opasniy. Mashina просто turib yonib ketdi. Mashinadan qolgan narsa. Ada do'stlar, ishoninglar, umuman uspet qilmaysizlar. Biz mashinadan dokumentni olib qolishga uspet qilmadik. Tutayotganda chiqqanlar, kamerasi bor, qo'yaman, ertaga ko'rasizlar, birma-bir. Dokumentni ololmaganlar mashinadan. Kriminalistlar Toshkent bo'yicha bitta ekan. Ha. Qachon keladi?